Siz akasiz-a? Siz ukasimisiz? Aka-ukamisizlar? Aka-ukalarga naqd ikkita chek topib qo'ydim. Anvar Qosob 23-ko'chasidan zo'rlik topib qo'ydim. Videoda oxirigacha ko'rsalaring, o'zim avzor qilib beraman. To'pa-to'g'ri. Qani, ketingmi? Shu ko'rib turgan joylaring 2 soatlik 5 ta xonasi bor, 2 ta sanuzeli bor. Undan tashqari metda ham yana bitta sanuzeli bor. Kanalizatsiyalar ko'milgan, bittasi video olayotgan bolani oyog'ini taydi, bittasi manetda. Suv svetdan umuman muammo yo'q. Bu joy ham to'ppa-to'g'ri 2 soatdan iborat deyapti. Moncha patroshlaring 2 soatdan iborat deyapti. Eng qiziqarligi o'sha aytganimizdagi 5 ta xonasi bor deyapti. Moncha tushirib oling. 5 ta xonasi bor deyaptilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qaranglar, ikkita aka-ukaga zo'r joy ekan. Haqiqatan videoga bitta like bosib qo'ying. Mana shu video srochni aka-ukalarga tashlab qo'yinglar. Ikkitadan sanuzeli bor. Buni pastga tushiring deyapman. Ikkitadan sanuzeli bor deyaptilar. Haqiqatan sharoiti zo'r deyaptilar. Hozir sizga bu joyda lokatsiyasini tushuntiraman. Kurkada 2 og'iz gap bor ekan, kurkalarga beramiz. Agar uylaringni reklama qilish kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Biz o'zimiz borib, chiroyli qilib reklama qilib beramiz. To'pa-to'g'ri gapiryaptilar, Xurkaroq ham buni ushamaysiz-mi? Bunday to'pa-to'g'ri gapiryapti Xurkaroq. Hozir sizga o'sha lokatsiyasini tushuntiraman. Lokatsiyasi qayerda joylashgan? Hozir tashqari ko'rsa, qarang. Ketdik. Lokatsiyasi 23-ko'chani bilasizlar, o'sha Qabriston ko'chasidan kirganlaringda mana mahallada qo'ni-qo'shnilar bor. Mana bu Hasanboyga, bu Husanboyga bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarsa, narxini rosa kutdilarni. Narxini 27,5 mingdan tushib beraman deyaptilar. 27,5 ming bo'lsa, 27,5 ming bo'lsa. Mana shu video srochni xuddi shunaqa joydan uy olaman degan do'stlarga chap berib, uy haqiqatan zo'r ekan. Qani, ketdik.